Akalar yirik echki olaman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol mana akalar, xudo xolasi echkini zo'ri keldi deb ko'rmasdan aytsa bo'ladi. Optimchi, arzonchi Sarvarjon ukamizni yo'llariga kelganmiz. Zo'rini olaman, haqiqiy sifatli echki olaman degan akalarimiz bo'lsa, katta mana shunaqa baquvvat echkilarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Piton mahallasiga yetib kelibdi. Sarvarjon Hormay aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum Suhrob aka, zo'rmisiz aka? Joningiz sog' bo'lsin. Haqiqiy gigantlarni olib kelibsiz-ku. Suhrob aka, echkini men maqtamayman, obunachilarimiz o'zi ko'rib bahosini bersin aka. Joningiz sog' bo'lsin. Suhrob Chorvachi kanalida yangilik bo'ladi aka bu echki. Mashallah. Akalar mana ko'rib turibmiz. Kanalimizda yangilik bo'ladi deyapti. Nimaga endi unday deyapsiz? Aka echkini sifatiga baho bersin, uloqlariga baho bersin. Ayrim 2-3 tasini ulog'i mayda bo'lmasa aka, qolgan uloq so'ysa bo'ladi aka, uloqlarni ko'ryapsiz Suhrob aka. Katta bo'lib qolgan. Uloqlari aka, bahosini bering Suhrob aka. Mana uloqchalarim echki-ku buni. Aka bu ayraga aka o'zi 1 200 lik uloq. Echkilarni qarang gigantligini. Akalar mana ko'rib turibmiz, echkilar ham haqiqatan sifatli, uloqchalari ham ancha yaxshi katta ekan. Bularning soni nechta endi? Soni aka 19 bosh, 15 tami balalisi bor, 4 ta bug'ozi bor aka. Gap yo'q. Akalar soni 19 boshgina ekan, o'zi bir qo'lga ketadigan mana shunaqa gigant echkilarimiz arzonchi Sarvarjon ukamizning uylarida turibdi ekan. Endi Sarvar bularning hozir sog'ligi qanday? Sog'ligi aka 100% javob beraman. Garantiyasi bor. 100% kafolati bor aka. Sog' bo'lsin. Akalar sog'ligiga garantiyasi bor ekan. Kafolatlari bilan bexijolat endi mana ko'rib olaverasizlar. Sarvar endi bundayda hozir buni 100% garantiya beramiz degan bilan garantiya bo'lmay qolsa. Aka 100% garantiyami garantiya aka. Gapdan qaytish yo'q. Gapdan qaytish yo'q. Biron narsa bo'lib qolsa, o'zingiz hal qilib berasiz. Yo almashtirib beraman, yo aka pulini qaytarib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar haqiqiy erkakka mujikka mujik mana biron narsa bo'lib qolsa, almashtirib beraman kerak bo'lsa, yo bo'lmasa akalar pulini qaytarib beraman deyapti. Shuning uchun mana shunday yirik echki kerak bo'lsa, akalar bexijolat telefon qilaverasizlar. Sarvarjon, bularni hozir bunday qilaylik. Hozir bo'ybaslarini ko'rib turibmiz, holatlari yaxshi. Bularning uloqchalari ham necha oylik o'zi? Endi ulog'ini aka aynan oyligini bilmayman aka, men dehqonchilikman, unday oldi qosh yolg'on gap kerak emas. Meniki tirikchilik aka, 50 ming 100 ming qolsa sotaman. Joningiz sog' bo'lsin. Lekin ancha katta uloqchalar bor ekanda bular. Aka echkini men aytayapman-ku, o'zim bahosini aytmay aka, obunachilarimiz o'z bahosini beraversa echki qanday deydi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar kommentariyaga yozib ketamiz, echkiga bitta baho 1 dan 10 gacha bo'lgan bir baliq shkolasi bo'yicha bitta baliq. Qo'ydi hisorisi bo'ladi-ku aka. Echkini hisori elitasi mana shu bo'ladi aka. Gap yo'q. Echkini ham hisori elitasi bor ekan akalar. Mana ko'rib turibmiz. Haqiqiy elita hisori echkilarimiz keldi akalar. Endi qo'rqmasdan shunday aytavering aka, gapga gap. Mana akalar. Sarvarjondan hazilamiz mana shunaqa gap so'zlar bo'lib turibdi. Sarvarjon. Aka. Bo'laydigan gapga o'taylik. Dastavga qilib beraveramizmi? Aka dastavga ketaveradi. Sarvar optimchiga aka dastavga muammo bo'lmagan. Joningiz sog' bo'lsin. Narxi-chi? Narxi aka 2 million 300 ming so'mdan bitta balandlar olganga aka. Qilib beraman aka, 15 tasini bir joyga oldim deyishganga. Xayr sunnati bilan. Siz bilan video qilmaganimizga qancha bo'ldi? Video qilmaganimiz ozroq bo'ldi aka. O'shaga bir katta partiya qo'ydim, 15 minutga sotdim aka. Joningiz sog' bo'lsin. Bundayda Sarvarjon. Siz hozir arzonchimiz qimmatchi bo'lib ketibsiz-ku. Aka gapni eshiting. Shu gapingiz uchun ichiga 4 ta bug'ozi bor. O'shalar bilan hammasini 19 tasini bir joyga oldim deyishga obrasizga 2 million 100 ming so'mdan ketaveradi aka mana. Endi 2 million tekis qilsa qanday bo'ladi? Aka 2 million so'mdan aka Pelismeniz o'xshamay qoladi aka. Yo'l kirasi bor, dastavkasi bor aka. Sarvarjon, sizga yarashmay 2 milliondan tekis qilib bering shuni. Yo 2 million so'mdan aka u ziyon qiladi aka. 2 million 100 ming so'mdan bo'lsa aka ketaveradi. Hozir bunday qilaylik. Hozir telefon mayli siz aytgan sari qo'yaylik. Shuni 2 million 100 dan qo'yaylik. Telefon qilishga obunachilarimizga 1-2 so'm xayr sunnatini o'zi o'tib berasiz. Obunachilar bilan kelishib olaveraman aka. Obunachilar norozi qilmayman aka. Gap yo'q. Akalar mana ko'rib turibmiz, xalq uchun mana shuni ishlaydigan, ozroqgina foyda bo'lsa bo'ldi, beraveraman aka deydigan ukalarimizdan mana shunaqa arzoniga xudo xolasa echkilarimiz bor ekan. Bexijolat telefon qilaverasizlar akalar, kerak bo'lsa mana shu bitta shoxlisini ham qo'shib beraverishadi, ikkinchi shoxini like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.